Erkak erkakligini muhofaza qilish kerak. Erkak jiddiy bo'lish kerak. Yerga ursa ko'kka sapchiydigan bo'lish kerak. Erkakligingni qo'riqlashga majbursan. Xotinchalish bo'lma, ayollashma. Haddan tashqari bo'sh bo'lma. Jang kelganda og'ir ahvolga tushib qolishing mumkin. Ko'zingni ochib atrofingga qara, dunyoni har yerda urush boshlanyapti. Har nima bo'lib qolishi mumkin. Doim favqulodda tayyor bo'lishing kerak. Hozirda ko'p erkaklar noziklashib ketyapti. Hatto ayollarning kiyimini kiyishyapti. O'zlarini sharmanda qilishyapti. Bir so'zda turmasligi, ochlik nimaligini bilmasligi, to'kin sochillikda yashashlari, uy sharoitlari, mashinalari bo'lishi, hamma narsam zo'r bo'lsin deyishi, bu qadar noziklashish ortiqcha. Bunaqa erkaklar bir kun zarb bilan mushtini yerga ura olmaydi. Chunki ular bunday emas. Chunki qiyinchilik ko'rmagan. Erkak hayotida qiyinchiliklarni ko'rish kerak. Hech bo'lmaganda belkurakni olib yerda ishla. Ayollashma, noziklashma.